Ura olasanmi Hamid? 10 tada 10 ta ursang, bonusim bor senga. Bonus qiladi. Oldinlari bu trik orqali kimdirlar millionlab ishlab topgan, kimdirlar millionlab yo'qotgan. Bu trik uchun bizga 5 ta tosh kerak bo'ladi. Ularning 3 tasini quyidagi ko'rinishda joylaymiz. 4-toshimiz, 5-toshni burchakka olamiz. Burchakdagi luzaga toshimiz xuddi shu ko'rinishda qo'yiladi. Bu trikda asosiy maqsad nima? Bortga 2 ta tosh qo'yiladi. Ularga 45 gradus ostida bitta tosh yopishtiriladi va bitta tosh bilan 45 gradus ostiga toshni urgan holatda bortdagi birinchi toshni burchak luzaga yuborishimiz kerak va toshni tushirishimiz kerak bo'ladi. Hozir xuddi shu trikka Hamid urib ko'radi. Urasan, mana menga xohlagan joyingni bu anunga borib tegish kerak. Ben tushunib olaymi? Xatga urish farqi yo'q. Shu 45 gradusdagi toshga tegish kerak. Birinchi tosh luzadagi toshni tushirish kerak. O'ntada 10 ta ham ura olmading. Endi men senga buni sirini ochaman. Bittada. Bu trikka siri nimada? Raqibimizga tosh qo'yib berayotganimizda xuddi shunaqa joylaymiz. O'zimizga qo'yayotganda bo'lsa, qo'limizni sal qo'llab olgan holatda toshga tegizib qo'yamiz va shuna qo'yamiz. Bunda toshning treniyasini hisobiga, yopishib turganini hisobiga tosh to'g'ri boradi. Agar tosh quruq holatdagi joyi bilan bir-biriga teggan bo'lsa, atskok berib, har doim bortdan uzoqlashib ketaveradi. Videoni albatta saqlab qo'ying.